solib beraman. Qishda farzandlaringizni tomog'ini kam og'rishini yoki og'rimasligini xohlasanglar, mana shunaqa muzqaymoq sezon paytida tez me'yorida muzqaymoq berish kerak bolalarga. Sababi bu muzqaymoq tomoqdagi shilliq qavatni chiniqtiradi. Qon tomirlarini kengaytirib, toraytirish hisobiga chiniqtiradi. Shuni hisobiga tomoq chiniqib, qishda sovuqda og'rimasdan o'tish ehtimoli juda ham katta. Keyin bu sut mahsuloti bo'lgani uchun kalsiyga, mineral, vitaminlarga juda ham boy hisoblanadi. Shuning uchun bolalarga, yoshlarga, mana shunaqa bolachalarga ko'p marojna berib turish kerak, faqat me'yorida, shunda zo'r bo'ladi. Bu videoda shu muzqaymoqni yaxshi ko'radiganlarga yoki tomoq og'rib qoladi, bermaydiganlarga jo'natib qo'yamiz.